Akalar, sizlarga Amerikaning eng katta dastavka bilan shug'ullanuvchi Giga korporatsiyasi, ya'ni Amazonning ichki omborini ko'rsatmoqchiman. Shunaqa omborlardan Amerika bo'yicha 4000 ta to'xtanglar, meni qo'limda olib videoga. Nima deyatdim-da? Shunaqa omborlardan Amerika bo'yicha 4000 ta akalar, mana akamiz dastavkasini olib keldi. Sizlar ham ertaga trakka ishga kelsanglar, mana shunaqa qilib treylerda ulab Amazonda toshib yurasizlar. Xudo xolasa. Meni toychog'im, meniki bu 5ga1 qilish zonasi. Trakchilar mana shu hozir borib olib siltinib 5ga1da urushyapti. Sizlarga savol, bizda mana shunaqa toza chim qayerda bor? Mana qaranglar, hech narsa yo'qda. Barkam, bakloshka ham, bir sigaret ham, yirtiq kalish ham onasini hamsin yo'q. Mana nima ekan bilmayman. Bizda bo'lganida hozir bilan g'o'zapaya bo'lib yotgan bo'lardi. Mana 4 ta bola o'tirib olib, 2 tani nimaga ko'rsatib 4 ta deyapman, miyam ishlamayapti shekilli. Qo'y bilan molni u yoqdan bu yoqqa sudrab yurgan bo'lardi. Bor stadionda bor bunaqa chimlar, shunda har bir chekkasiga ahraniylar qo'yib qo'yib, pulga mashina tozalatib yurishsa kerak. Ortiqcha bo'lgan haqiqat gaplarda ko'p gapirib yuryapman-a. Tak, trakchilar uchun alohida xona qilib qo'ygan akalar, pistolet bilan kirish mumkin emas. Endi menda madikor tapichka bilan shortidan boshqa hech narsa yo'q. Resident Evil'da kim ko'rgan Umbrella korporatsiyasining emblemasiga o'xshaydi ekan-a? Bilgan bildi xullas. Ichkarida video qilganman, eslagan bo'lsanglar, qizlar uchun kerak bo'lsa alohida prokladkagacha qo'yib qo'ygan tekinga akalar. Mana kofe, tam kola, pola, shokoladlar, nimadirlar, mikrovolnovkalar, xullas hamma sharoitda trakchilar uchun qilib qo'yishgan. Ba'zi joylarda даже dushigacha qo'yib qo'yishadi akalar. Kelib ishlayverasizlar, mana organlar yo'qmi ish qilib.